Xullas bizga to'liq ma'lumotni o'sha usta akamiz Hayot Bey beradilar. Hayot Bey, assalomu alaykum. Yana bir bor yaxshimisiz? Kameraga so'rash qo'yapsiz. Kameraga so'rash qo'yiligi. Eshitdi, o'sha mashhur tillarda doston bo'lgan o'sha nima deydi, hech kim og'zidan tushmayotgan gipki kamenni siz qilyapsiz ekan. Endi bizga chiroyli qilib ma'lumot beraverasiz-da endi. Xudo xolasa. Avvalo podpischilaringiz bilan, obunachilaringiz bilan so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan yaqinlar, yaxshimisizlar? Kirib kelgan ro'za Ramazon oyi barchamizga qutlug' bo'lsin. Ro'zador yaqinlarimizga Alloh o'zi chiroyli sabr bersin. Rahmat. Gipki kamenni endi boshlayveramiz ma'lumotini. Boshlayveramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu ko'rib turgan obyektimiz Namangan viloyati Pop tumani To'da qishlog'ida bo'lgan. 220 kvadrat obyektimiz bitgan bu yerda. Xo'p, ko'rib baho berishingiz mumkin. Ramkalari qora mramor fasonda bo'lgan. Asosiy devorimiz uch xil rangda bo'lgan, ya'ni qora, seri, oq mramor fasonida bo'lgan. Hayot Bey, hozir bitta narsani birinchidan o'qib olaylik. Bu o'zi nima gipki kamen? Shu haqida birinchi ma'lumotni bilaylik, chunki hammaga qiziqda bu narsa. Xo'p, gipki kamen to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, gipki kamen nilonmi qalinligidagi narsa bo'ladi. Mana bu yerga ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, mana. Nilonmi qalinligidagi narsa bo'ladi. Ya'ni tekis devorga yopishtiriladi. Yuzaki qismi mramor toshli kroshkasi bo'ladi. Mramor tosh bo'ladi, bu. Mramor toshli kroshkasi mana ko'rib baho berishingiz mumkin. Ko'rib, mramor toshli kroshkasi bu. Buni yopishdi, bu shkaturka bo'lgan, qumshoq bo'lgan tekis devorlarga yopishtiriladi. Tekis devorga. Tekis devorlarga yopishtiriladi. Agar loyshuvoq bo'lgan bo'lsa devorlari, loyshuvoq devorlar tekisligi o'zlarini qoniqtirsa, ustidan kafilnikiga tortib olib yopishtirsa bo'ladi. Bo'laveradi. Yopishtirsa bo'ladi. Agar oldin qumshoq bo'lib, shpakilovka berib, emulsiya berilgan bo'lsa, yevro remont deyishardi oldingilar. Yevro remont qilishgan bo'lsa, imkon qadar shpakilovkasini qirib tashlab turib, bir sloy kafilnikiga tortib yopishtirib bo'laveradi. Endi shpakilovkani nima sababdan qirish kerak degan savol tug'iladi-da baribir. Endi bu Xudo xolasa bunga biz 15 yil garantiya beryapmiz. 15 yilmi garantiyalar? 15 yil garantiya beryapmiz. Asli 20 yil turib beradi. Yolg'on bo'lmasin deb, nima deydi, yaqinroq bo'lsin deb 15 yil deyilyapti. Xudo xolasa 15 yil garantiya beradigan narsani palon pulga qilib berganimizdan keyin, ertadan keyin orqasiga shpakilovkasini ko'chirmagan bo'lsak-ku, 3-4 yilda shpakilovka o'zini hunarini ko'rsatadi. Tashlaveradi. Tashlamaydi. Bu gipki kamen tashlamaydi. Shpakilovka deydi. Qumshoqdan shpakilovka ajrashni boshlaydi-ku baribir, yillar o'tib. Qoqilib qoladi. Shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun shpakilovkasini qirib tashlab, kafilnikilib tortib yopishtirilgandan keyin mana ko'rishingiz mumkin, mana o'tga yopishtirgan obyektimiz mana. Do'stlar, unaqa bagati bor. Ko'chirib bo'lmaydi uni, imkoni yo'q ko'chirishda. Devorga yopishtirgandan keyin tosh bo'lib qotib yopishib ketadi. Buni suv bilan, karchir bilan bemalol yuvsiz bo'laveradi. Shu narsani so'ramoqchi edimda, fasadda baribir yomg'ir uradi, quyosh tushadi. Mashlarga endi nima qanaqa xislatlar bor? Shuni bir aytib o'tsangiz bizga. Issiqqa, sovuqqa bardoshli, undan tashqari chang bo'lib qoladigan bo'lsa, 3-4 yilda bitta karchir bilan yoki karchir bo'lmaydigan bo'lsa, chelayda ko'p joyda paqir deydi, bizda paqir deydi, boshqa joyda chelay deydi. Chelayda suvni olib bemalol yuvib tashlasa, yana yaltirab turaveradi. Yana yaltirab o'z holati o'chmaydi. Devorga namlikni o'tkazdirmaydi. Do'stlar, mana devorga hattoki namlikni ham o'tkazmaydi. Chunki ko'p joyda ko'ryapmiz, hozir haligi traverting moda bo'ldi-yu. Travertingda ko'chib, balna bo'lib ketyapti-da. O'shaning uchun ham hozir 15 yil garantiya beryapsizlar ekan, juda ham nima deydi? Do'stlar, 15 yil hazilakam yil emas, endi aytishga oson, lekin 15 yil turib bersa, bu degani bu kamida 5 ta remont o'tkazib yubordi degani-da. To'g'rimi? Hozirgi kunda. Traverting degan joyingizga endi aka traverting bilan ko'pchilik so'rashtirishyapti-da. Buni endi travertingda hammani o'zini kimdir lolash qilib oldi, kimdir aslga yurish qilib oldi-da. Traverting bilan solishtiradigan bo'lsak, shunaqa savollar ko'pda baribir. To'g'ri. Xo'p, buni yopishtirgandan keyin mabodo devoringiz yoriladigan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin, yoriladigan bo'lsa, bu yorilmaydigan narsa bo'ladi. Ya'ni cho'ziluvchan bo'ladi. Yorug'i qachon ko'rinadi? Mana g'ish fason bo'lsa, chokidan ko'rinib qoladi yoriq. Orasidan, yorug'i orasidan ko'rinib qoladi. Mana bu mahsulot o'zi yorilmaydi. Cho'ziluvchan xususiyatga ega. Qanchagacha cho'ziladi bu? 3 millimetrgacha cho'zilaveradi. Do'stlar, mana 3 millimetrgacha bu degani yorug'ni ko'rsatmaydi. Orasida bilinib qolishi mumkin. Yarim santi, 1 santigacha cho'zilaveradi. Endi hali devormasliklari uchun shunaqa deyilyapti. Minimum hisobda aytilyapti. Minimum hisobda aytilyapti. Yorug' endi unaqa yarim santi, 1 santlik yorug'lar bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Shunga aytilyapti. Endi bo'lgan taqdirda ham barmoq sig'adigan
Biz bir yil ham shunday holat bo'lganki, Namanganda obyekt qilganimizda yangi qurilgan uchastka bo'lgan. Uchastka qurilishidan bitgunga qadar uy burchagida anaqangi vodoprovod o'rnatib qo'yishgan. Kraniga bo'lmagan, постоянно shlankadan suv oqib turgan. Uyda burchak, uyda burchagiga suv to'planib, uyda burchagi cho'kishni boshlagan. Hamma ish bitgandan keyin devor yorilgan. Barmoq sig'adigan darajada. Devor yorilganda o'shanda mana bu narsa как бы ushab turgan degan ma'noda aytmayapman. Просто yorilmagan. Tushundingizmi? Mana bu hozir karkas-ku kak. Sveska bo'lib yopishtirilgan-ku. Mana choklardan yorug' ko'rinib turibdi xolos. O'shani video qilib olmagan ekanman, yo'lim tushsa video qilaman обязательно. Mana shunaqa choklardan yorug' ko'rinib turibdi xolos. O'zi yorilmagan. O'zi yorilmagan, lekin. O'zi yorilmagan. Keyin buni aka yana bitta asosiy xususiyati 2-3 yilda travertinda rangi o'chadigan bo'lsa, endi men yana gapirmay qo'yaylik travertinda. Buni rangi o'chmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 15 yil shu aytilgan muddat rangi o'chmay turib beradi. Quyoshda, suvda, hech narsa, yomg'ir, sotinchilikda ham rangi o'chmaydi. Rangi o'chmaydi. O'zini holatini yo'qotmaydi. Yuzaki qismidagi tosh to'kilmaydi buni. Hattoki tosh ham to'kilmaydi. Tosh to'kilmaydi. Uni ko'ringlar. Tosh to'kilmaydi. Endi hamma qiziq narsasini aytdingiz. Narxini ham ayting. Narxini endi hozir bitta obyektni ko'rsatib o'raylik. Boshqa kadr aylantirib ko'rsatib o'raylik. Keyin uyni ichini ham hozir ko'rsatamiz do'stlar. Bitta tashqarini ko'rsatib, keyin uyni ichini ko'rsatamiz. Keyin chiroyli qilib xudo xolasa akamiz narxlarini aytib beradi. Do'stlar mana buni ko'ringlar. Juda ham o'ta go'zal stilda qilingan ekan. Aka, keyin sizlarda necha xil stillar bor, necha xil turlari bor buni? Aka, farqi yo'q. Buni qaranglar. Sizlar bagati ko'rsatib turadi. Boshi ko'zga olovdek tashlanadi. Yo'ldan o'tib kelyapmiz-da, boshqa uylardan ajrab turibdi-da, chunki nima deydi? Baribir premium klass narsa ajrab turar ekan, do'stlar. Shuni ham hisobini olsalaring degan umidda aytyapman. Ichkarilarni ham hozir kirib ko'rsatamiz. Bitta ichkarini ham ko'rsatamiz bo'lmasa. Do'stlar, mana ichkariga ham kirib oldik. Mana ichkari fasadlari, ko'rinishlari o'ta go'zal, o'ta ajoyib chiqqan ekan. Hayotbek, xo'p, bularning razmerlari qanaqa endi? Ustuni ham bo'lganmi buni? Ustuni ham o'rab olganmiz. Bu temirga ham yopishadimi, Hayotbek? Temirga hamma narsaga yopishadi. Plastmasaga yopishmaydi xolos. Plastmasaga yopishmaydi xolos. Hop, buni razmeri keladigan bo'lsa 9,5 ga 33 santmetrdagi g'ish fasonimiz bo'lgan, 3 xil rangi ko'rib turganingizdek, qora marmar, seri marmar, oq marmarda bo'lgan. Insoniyatni boya ta'kidlab o'tganimda insoniyatni onga yetadigan darajada shu ranglarni, aytilgan ranglarni chiqarib berilaveradi. Har xil fasonlarimiz ham bor, xudo xolasa. Bunimiz 3 xil fason bo'lgan narx aytdik. Qanchaga bitadi? Shu narxini ayting, hammaga narx qiziqda chunki. O'z so'ramoqchi bo'lib turdim to'g'risi. Bu obyektimizning narxi, hop, kvadrat metri 220 kvadrat bo'lgan, o'tgan yil bitirganmiz. 220 kvadratni 95 ming so'mdan 1 kvadrat metrini qilganimizda 20 million 900 ming so'mga tayyor bo'lgan. Sokil-yu, tashqarisi, shu ichkarisi, hamma yo'q komplekt bo'lgan. Faqat shu ta'kidlab o'tganimda ustalarimiz oyog'iga lesasini olib berasiz, qorin to'playsiz, qolgan hamma xizmat ichida bo'lgan mashina. Hayotbek, xo'p, o'tgan yil shunchadan bo'lgan bo'lsa, bu yilga narx o'zgarmaydimi? Bu yil ham shu narxda. Bu yil ham shu narxda. Xo'p, do'stlar, yana boya aytganimdek, kanalimizdan sizlar xudo xolsa Hayotbek chiroyli qilib yana skidga qilib beradilar, do'stlar. Endi asosiy fasonda 90 ming so'm atrofida bo'ladi. Unaqasi ham bor, ha? Devorda rang ko'paygan sari narx o'sib boradi. Tushunarli do'stlar. Albatta, rang qancha ko'paysa, arzimagan miqdorda narx ham qo'shib boriladi. Xo'p, do'stlar, biz esa videoni davom etamiz endi. Yana bir narsa, Hayotbek. Bu nima bu? Miramir ham qo'yganmisizlar betga? Yo'q, sokilimi? Sokil. Yo'q, sokili ham gipki kamindan bo'lgan hozir betda. Bu hozir gipki kaminmi buni sokili? Sokili ham gipki kamindan bo'lgan do'stlar. Buni ko'ringlar. Bu gipki ham, men miramirda o'ylabman, to'g'risi. Hali plitchi katta miramir bo'ladi-yu, shunaqa deb o'ylabman. Granit, ha? Granit fason gipki kamin bu ham, aka. Granit fason gipki. Uni ko'ringlar, sokillargacha ham qilishar ekan. Nafaqat devorda o'zi, sokillargacha ham qilishar ekan. Sokillarga ham bo'ladi. Hop, buni necha xil turi bor? Shu narsani ham aytib o'ting bizga. Buni insoniyatni onga yetadigan darajada rang, onga yetadigan darajada fason o'ylansa, insoniyat o'zi har nimaga qodir-ku. To'g'ri. Fasonlari ko'p, ranglari ko'p. Вообще ko'p. Kim qanaqa qolsa shunaqa qilib berasiz. Telegramdan aloqaga chiqsa, katalog tashib beramiz, обязательно. Qolagan fasonlarda o'zlariga yoqqan fasonda asosan qanday ishlanadi? Misol uchun, obyektga boramiz, o'lchab, dogovor bo'layotib turgan joyda biz o'zimiz maslahat beramiz. Darvozalarning rangi qanaqa, patologlarning rangi qanaqa, uylarning past balandligiga qarab turib fason taklif beramiz. Taklif bergan fasonlarimizni ichidan
o'zlariga yoqqan tanlash oladi. O'zlari Misol uchun mana shu uyning holatiga, men 3 xil fason berganman. Taklif berganman. Mana shu sal ma'qulroq kelganiga mana shuni qilganmiz. Do'stlar, xo'p, yana bitta sizga qo'shimcha qilib ketay. Nimaga desalar, mana tagini ko'ryapsizlar, karishnivoy. Mana qarang, tepani qaranglar. Mana bu tepa ham karishnivoy qilingan ekan. O'shaning uchun mash fasonda akamiz tanlagan ekanlar, do'stlar. Shu narsasiga ham e'tibor berasizlar, chunki Hayotbekda o'zlarida nima deydi? Dizaynerlik ham qobiliyatlari bor, o'zlari ancha-muncha narsani bilishadi. Xo'p, dizaynerni ham kerak bo'lsa o'zlari tanlab berishadi, xudo xolasa, Hayotbek. Xudo xolasa, undan muammosi yo'q. Aytaman, uyda baland pastligiga qarab, shakliga qarab fason maslahat beriladi. 3 xil variant tashib beramiz. Bitta emas. 3 xil variant tashib beramiz, tushadigan variantni. O'zlariga ma'qul kelganini qilib beramiz. Tushunarli. Do'stlar, aytgancha, pastdagi opsiyaniyaga kirsalaring, Hayotbekda Telegram kanalini nimasini qoldirganmiz, silkasini qoldirganmiz. Bemalol o'sha yerdan ko'rib, xohlaganlarcha Katarlar qilgan uylari, hamma obyektlari ham bor, do'stlar. Xo'p, keyin shu yerda Hayotbek shaxsiy nomerlari ham bor. Pastda ham nomerlarni qoldiramiz, do'stlar, обязательно. Hayotbek, endi narxini ayting bizga. Narxini aytadigan bo'lsak, aka, tipki kaminni o'zini narxi hozirgi kunda 50 ming so'mdan 75 ming so'mgacha. Fasoniga qarab. Endi uning ichiga gipki kaminni o'zi kleyi dastavkasi kiradi. Kleyi dastavkasi kiradi. Undan tashqari usta haqqi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, yo'q, shunday hamma xizmati bilan qilib beringlar, meni ovora qilmanglar deydigan bo'lsalar, devor tayyor holat bo'lsa, tayyor devorga 90 ming so'mdan 135 ming so'mgacha fasonlarimiz bor. Unaqa variantlar ham bor. 90 ming so'mdan 135 ming so'mgacha. Endi asosiy fasonlar 90 ming so'm, 95 ming so'm bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan fasonimiz 95 minglik fasonda. Bu 95 minglik fason. 95 minglik fasonda. Bu yerda hozir endi 3 xil svetda bo'lganda, 3 xil svetda, 3 xil rangda, undan tashqari sokillarini ham asli paganometrga yuradi. Biz kvadratga olib borganmiz akamiznikini. 220 kvadrat joyga bo'lgan. Kattaligi uchun chiroyli qilib 220 kvadrat joyga bo'lgan 95 ming so'mdan qilib berganmiz mana shu fasonni. 3 xil svetda. 3 xil svetda. 3 xil svet. Aksariyat fasonlar 90 ming so'm atrofida bo'ladi. Ko'pincha devorda rang ko'paygan sari narx jicha-picha o'zgarib qoladi. Ko'p o'zgarmaydi, jicha o'zgarib turadi, lekin qoladi, xolos. Uni ichiga endi o'sha nima desam ekan, hamma xizmatida faqat ular nima qilib berishadi? Ustalarimiz oyog'ini tagiga lisasini olib berishadi, qorinni to'qlaydi. Bo'ldi. Qorinni to'qlaydi, bo'ldi. Qolgan dajmani orqasidagi foni-yu, hamma narsasi o'zimizdan. Fonini ham o'zlaring qilib berasizlar. Foni-yu, hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Kleyi ham hattoki yopishtiradigan. Yopishtiradigan kleyi ham. Yaqinda uni agar devor tayyor bo'lmasa, devorlari nima deydi, shpaklovka tortib rang berilgan bo'lsa, uni shpaklovkasini qirib turib, kafilnikli tortish xizmati 10 ming so'm, 15 ming so'm atrofida bo'ladi kvadrat metrini. Ustalarimiz tortishadi. Kafilniklarni olib berishadi. Ustalarimiz bir so'y tortib berishlari 10 ming so'm atrofida bo'ladi. Demak, nima deydi do'stlar? Fasadlarning tayyor bo'lmasa, Hayotbekga murojaat qilsalaring, ya'ni ustalarning o'zi kafilniklarni ham tortib berishar ekan. Lekin endi buni narxi alohida bo'ladi, do'stlar. Xo'p, uni alohida kelishasizlar. Ustalar bilan xudo xolsa arzonroq qilib beramiz deyapti. Mana eshitib turibsizlar o'zlaring. Qimmat emas, unaqa nima deydi, shpakolovka bo'lyapti-da, 50 ming, 60 ming mana kvadratdan tortishyapti. Lekin Hayotbek o'zlari chiroyli narx qilib berishar ekan, do'stlar. Keyin undan tashqari fasadi tortib bo'lgandan keyin orqasidagi kilegi-yu, gruntovkasi-yu, hammasini xudo xolasa o'zlari shundoq qilib berib, o'rnatib, yopishtirib berib chiqitishlari 90 ming so'mdan qanchagacha? 135 ming so'm. 135 ming so'mgacha ekan yaqinda. Bunaqa imkoniyat endi hech qayerda bo'lmaydi, to'g'risi. Chunki nima deydi? O'zimiz ham, mana o'zim ham uyda ko'p usta ishlataman. U ustalarga har bitta narsani olib kelib berishim kerak-da. Yo bozorga usta bilan borasiz, bir kun vaqt ketadi. Bozorga boramizda billa hamma narsani olib kelamiz. Demak, sizga prosta telefon qilishadi akalarimiz. Shuncha telefon qilishadi. O'zingiz shu 3 xil fasadni, fasonlarni tanlab berasiz. O'zlari kelib, yopishtirib berib ketishadi, do'stlar. Bunaqa imkoniyat hali bo'lmagan O'zbekistonda. To'g'risi bor. Asosiy narsa endi dogovor qanaqa bo'ladi deydigan akalarimizga. O'zbekiston bo'ylab xizmat bormi? Vodiy bo'ylab qanaqa, voha bo'ylab qanaqa deydigan savollar bo'ladi-da, asosiy savollarga javob berib qo'yaylik. Xo'p, vodiy bo'ylab вообще-то dastavkalar ham, borib xizmat ko'rsatishlar ham beplatni, bepul. Vohaga ham bepul. Vohaga ham hech qanaqa nima qo'shilmaydi, dastavka xizmati yoki boshqa narsa qo'shilmaydi. Qachonki Toshkentdan u yog'i bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga 250 kvadrat atrofida, 250 dan
baland bo'ladigan bo'lsa, ustalarimiz borishaveradi. Borishaveradi. Borib, hamma xizmatni ichida o'sha vaqtda qilib berilaveradi. 250 kvadratdan 200 kvadratdan bor yana 200 ham deylik-a, 200 ga ham borishaveradi. 200 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa joylari. Ustalarimiz bordi keldi yo'lkalar qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Yo'lkira puli qo'shilib qoladi. Bu ham jami katta summa emas. Voha tomonlarga ham xuddi shunday. Voha tomonga 250 300 kvadrat deylik ham vaqa. 300 kvadratdan oshiq joylari bo'lsa yoki 300 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ustalarimiz yo'lkira puli qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi. 300 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa, ustalarimiz bo'ldi keldi yo'lkira pullari qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Lekin gipki kamenda narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Mana do'stlar, xudo xolasa kanalimizdan Davronbek kanalidan, ya'ni Baraka Toping kanalidan murojaat qilsangiz, Hayotbek xudo xolasa chiroyli qilib skidka ham qilib berasiz, Hayotbek. Shunaqa xudo xolasa. Xudo xolasa do'stlarim, mana xudo xolasa kanalimizdan murojaat qilinglar. Hayotbek bundan-da chiroyli, bundan-da go'zal Hayotbekda nima deydi, kataloglar, obyektlari bor. Albatta pastdagi nomerlar aloqaga chiqsalaring, katalogni ham tashab berishadi do'stlar. Hayotbek kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop. Obunachilar like bosib, kommentariyada do'stimizni podpishka qilib yuborish esdan chiqmasin. Endi bitta like bilan siz ko'p ishni qilyapsiz-da. Ramazon oyida savob ish qilyapsiz. Nimasi savob deydigan bo'lsangiz, uy bitirmoqchi bo'lgan akalarimiz o'zlariga qulay variant qidirib yurishyapti. Ana shularga videoni yetib borishiga sababchi bo'lyapsiz. Sizlar bahonada uylarni bitirib olishyapti-da. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Undan tashqari obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Davronbek do'stimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan-da zo'r videolarni chiqarib, doim podpishkada bo'lishadi. Rahmat do'stim, rahmat. Do'stlar, hop, kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lishdi hamda kommentarda o'z fikrlarini bildirishdi. Esdan chiqarmanglar. Ustakalarimizga ham bitta baho berib, komment yozib qoldirasizlar. Agar yaxshi chiqqan bo'lsa, zo'r bo'lsa, shundoq ham zo'r bilinib turibdi. Bitta zo'r deb kommentar yozib qoldiringlar do'stlarim. Sog' salomat bo'linglar, baraka topinglar.